shu kurash haqida ketganda o'rtasida ham bitta yaxshi kurashchi bor bizga sal anaqa qolib ketgan alamli sportchi qolib ketganda Idil. Idil Isenkulov. U bizani adashmasam ikkitami uchtami sportchimizni yutgan shu oqosanni yana aka-uka Masharipov anaqani nima deysiz mana shu Idil bilan adashmasam bir sirda jang harakati bo'lyapti. U nimaga bo'lmadi o'sha? Atayev kamariga urishimiz kerak edi. Keyin ash paytlari ozgina dedi degan gaplar bo'lgan. Men urushaman deb rozi bo'lganman. Ular ham bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Keyin shu gap so'zlar bo'lib bo'y qolib ketgan. Men keyin Warriorsga ketdim, u Esaga o'tib ketdi. Mana shular komandasi aka bir tomonlama kuchli-da. Baribir zo'r. Oldida hali Jaxshila degan do'sti bor. Bitta yaxshi bolalari bor. Shu tomoni ularga zo'r qarang. Esada yaxshi bolalarni yutyapti, barbasini o'tkazyapti.